Qaranglar, bizlarda Tracker, Skoda, Jetour, Malibu 1, Malibu 2, Hyundai, Jetour, Dashing, Tracker yana elektromobillarimiz, Captiva'larimiz, har xil turdagi mashinalarimiz bor. Qaysi mashinalarimizni obzor etib o'ting. Cobalt deysizlarmi, Gentra deysizlarmi, Spark Nexus deysizlarmi, Damas deysizlarmi, hamma mashinalardan bor. Sizlar kommentariya yozib kelsangizlar, men shu mashinalarni obzor etib beramoqda xohlasa, bu mashinalarni o'tirib bermaslik uchun men kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, Nexia'miz. Mexanik 2019-yil 37.000 km yurgan ekan. Kraskasi azg'ina zanglari ishlangan ekan. Xo'sh, 100 million so'm. Oldindan 15 million so'm berib turib 4 yil olib chiqib ketsizlar bo'ladi. Oylik to'lovlari 3 million 190 ming so'mdan chiqadi ekan. Endi ustidan kelishib arzonroq pul bilan olib chiqib ketsizlar ham bo'ladi. Keyingi mashinamiz Chokasvetda BAM mexanik 2019-yil 80 ming yurgan, lekin bu mashinamiz xarob edilgan. Diskalari, toza balonlari, shumka bo'lgan mashinamiz. Polni shumka. Mashinamiz salonni qaranglar, mozaik ko'tlarning rullari, Merz deflektorlar, skorost recheklari almashgan, koja sidinyalar. Mashinamizning metallari bor. Bu mashinamiz tayyor holatda turibdi. 116 million so'm ekan. Kraskasi 100% rodnoy, metallari bor, 80 ming km yurgan. Mashinamiz 4 yil olib chiqib ketsizlar bo'ladi. 3 million 200 ming so'mdan chiqadi ekan oylik to'lovlari. To'liq ma'lumotlarni nomerlarni qoldiramiz. Kanalimizning profilida nomerlarimiz, Telegram akkauntlarimiz bor. Gruppa o'tib har kuni mashinalar qo'yiladi. Telegram gruppa o'tib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Shunday mashinalar o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar yo videoni tarqatib tashlanglar gruppalara. Xorazmdagi milliy arzon mashinalarni o'tib yubormaslik uchun. Sizlar orqali kimdir mashina bo'lib qolishi ham mumkin. Rahmat katta.